Hammaga assalomu alaykum. Va'da qilingandek Tiggo 8 gibrid avtomobillariga obzor 2 xil pozitsiyasida bor. Bu full pozitsiyasi. Ruchkalari shunaqa chiqadi. Besklyuchevой dostuplari bor avtomobilimizda. Avtomobilimiz Tiggo 8 Pro ga o'xshab 7 kishilik bo'ladi. Avtomobilimiz 1200 kilometr masofani bosib o'tadi. Tokni o'zida 95 kilometr enerjisi sikl bo'yicha. Avtomobilimizning salon qismlari juda ham boshqacha ishlangan. Panorama, hamma kerakli narsalari bor. Sony akustikalar, 360 gradus kamera, head-up displeylarigacha bor. Monitorlari ham katta. 360 gradus kamera va barcha kerakli funksiyalari hozir bor avtomobilimizda. Obduf, obogrev, massaj, barlarimizda холодильник, беспроводной zaryadka, hamma kerakli funksiyalari bor avtomobilimizda. Pamять sиденьяlarimiz bor. Bu full komplektatsiyamizniki. Hozir birinchi komplektatsiyamizga ham o'tirib ko'ramiz. Diskalari, to'liq oldi ko'rinishi, faralari. Bunisi birinchi luxury pozitsiyasi. Diskalari sal boshqacharoq bo'ladi. Ruchkalari bir xil. Bu avtomobilimiz ham 7 kishilik bo'ladi. Ko'rinishi, ichki salon почти bir xil. Bu avtomobilimizda head-up displeylar bo'lmaydi va adaptivniy cruise kontrollari ham bo'lmaydi. Massajlari ham bo'lmaydi. Bir 9 tacha farqi bor avtomobilimizda. Bunda ham голосовое управление va hamma kerakli ma'lumotlari bor. Avtomobil haqida to'liq ma'lumot bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada nomeringlarni qoldirsanglar, menejerlarimiz aloqaga chiqishadi.